Nega bunaqa tandirdan bitta olmasangiz bo'lmasligi to'g'risida gaplashamiz. Gazda ishlasa, o'tinda ishlasa, 4 ta baloni bo'lsa, joylarini o'zgartirib maza qilib ishlatsa bo'lsa, tandirni naborini ichida issiq cho'li ho'kondozlari bo'lsa, tandir go'sht, tandir stekli uchun nirjavikidan bo'lgan nabori bo'lsa, bu naborda faqat go'shtlar emas, shunaqa avashnoylar ham qilsa bo'lsa, 10 ta uy nonidan qilsa bo'lsa, shunaqa mayda somsadan 110 ta qilsa bo'lsa, обычный Toshkent somsadan 70 ta qilsa bo'lsa, gazda, o'tinda, ko'mirda ishlasa, mash tandirni ishlatish uchun nima kerak bo'lsa, o'zini naborini ichida bo'lsa, ishlatishni bilmayman, siz ishlatishni o'rgatib ham qo'ysa, yetmaganigacha Toshkent shahar bo'yicha dastavkasi bepul bo'lsa, viloyatlarga shunaqa chiroyli upakovkalarda chiqib ketsa, bunisi oshib tushibdi, lekin butun dunyoga dastavka xizmati bo'lsa, uy sharoitida ishlatish juda ham oson bo'lsa, shunaqa har xil ranglaridan bo'lsa, tandir sizlarga pishgan tayyor holda borsa, yengil mashinani orqa saloniga sig'sa, letniy kuxnangizda tandir emas, shunaqa suvenirga o'xshab tursa, bu tandirlarning narxini bilish juda ham oson bo'lsa, mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyada plus belgisini qoldirsa, Instagramni o'zi avtomat tarzda narxini yozib yuborsa, uy ko'rarga podarka uchun ham juda ham zo'r variant bo'lsa